ko'rasizlar, qor asli quyosh, azim quyoshli o'lka. Bir yilda 365 kun bo'lsa, bizda Xorazmda 360 kunimiz quyoshli hisoblanadi. Shimol tarafimiz Qizilqum, janubiy g'arbimiz Qoraqum. Iqlimi tez o'zgaruvchan Xorazmni changli g'uborli. Shuning uchun qadimda aholi iqlimni inobatga olib kiyim kiygan, shunga yarasha ovqatlanib, shunga yarasha imoratlar tiklaganlar. Temur davlati Markaziy Osiyoda parchalanib ketadi 16-asrga kelib. O'shandan keyin Markaziy Osiyo xonlik va bekliklarga bo'linadi. Asli Xiva xonligiga Chingizxon avlodlari, Shayboniylar asos soladi. Mana shu qal'a markaz bo'lgan. Qal'a ichkarisida yer qimmat bo'lgan, xon va beklar yashagan. Bugun biz ko'radigan obidalar yer egalari va beklar tarafidan barpo etilgan. Endi biza xonlik davri o'zi asli 16-asrdan 20-asr boshlarigacha ichkarida 4 asr mobaynida shahar poytaxt bo'lib xonlar yashagan. Sizlar ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'zbek milliy filmi bor, Maysaraning ishi degan film. Mulla Do'st yuvingan hammomlari bor. Hammomlar 1657-yillarda Xivada barpo etilib, qadim zamonlarda hammomlar kasalxona vazifalarini o'tab bergan. Aynan shu hammom qal'ani sharqida joylashgan. Qadimda karvonda kelgan yo'lovchilar hammomga tushib, poklanib, ana keyin shaharga kirgan ekanlar. Xonni zamonida darvozasi ertalab bomdod namoziga azon etganda ochilib, kechki payti xufton namoziga azon etganda yopilgan. Buyuk Ipak yo'lida Xiva shahri chorraha shahar bo'lgan. Shuning uchun ham xonni zamonida ham bu shaharni dunyoni 4 tarafiga qaratib ochilgan 4 ta asosiy darvozasi bo'lgan. Hozir biz siz bilan g'arbda bo'lsak, sharqgacha borib sayohat qilamiz. 1970-yillarda shahar muzey qo'riqxona deb tashkil qilingan. 1990-yillarda UNESCO qal'ani o'zini qaramog'iga olgan. Shuning uchun ham ichkari tirik shahar hisoblanadi. Muzey qo'riqxonada aholi yashaydi. Shimoli janubida 390 ta xonadonda 2,5 mingta aholi yashab qolgan. Shartlari bor UNESCO'ni. Uylarini qayta quradi, balandlik oshib ketmaydi, somon suvoqda turadi, shifr mumkin emas. Ko'k rang bilan belgilanganlari tarixiy obidalar. Ko'zingizga yoqqan joyda bemalol suratga tushib yursangizlar bo'ladi. Marhamat. Aytganimizdek, aholi iqlimni inobatga olib kiyim kiygan. Xorazmlik erkaklarni yozni kuni oyog'ida kavushi bo'lmasa ham har doim boshida cho'girmalari, telpaklari bo'lgan ekan. Bularni doimiy ravishda kiyishdan maqsad qum zarralardan ko'zni himoyalagan ko'zoynak hamda yuzning terisiga ajin churmagan. Doimo cho'girmay kiygan erkaklar yoshiga nisbatan yosh ko'ringan. Yozda issiqdan, qishda sovuqdan saqlagan. Qadim zamonlarda ota-bobolarimiz biron o'lkaga sayohat qilsa, yostiq vazifalarni o'tab bergan ekan. Bilamiz, qadimda mana qizi bor xonadonlarga erta sovchi kelgan. Turmushni mushti bo'ladi ekan. Otalarimiz 15 yashar qizini yoniga chaqirib, cho'girmasini yechib, qizini 7 marotaba zarb bilan urib ko'rgan. Qiz bola yiqilib ketmasa, erini koriga yararkan degan xulosaga kelib, otalari qizlarini turmushga berganlar. Kiyib ko'rsata qo'y, Musabek o'zing. Ana, ko'zni himoyalaganda qum zarralardan bosib kiysa, yozim qishin kiyishgan. Yozda bir terlatib, konditsioner vazifasini o'tagan, qishda issiqqina, ana shunaqa. Bir so'z bilan aytsak, teridan bosh kiyim kiygan insonlar kamdan kam holatda kasallikka chalinganlar. Ha, bemalol suratga tushsangiz bo'ladi. Xonlik zamonida yoshiga, yuz tuzilishiga, mansabiga qarab cho'girmalarni uslubi o'zgaravergan. Mana bunaqa uslubdagilarni ham kiyganlar mana har xil. Qo'y ko'zini terisidan tikiladi. Uyda endi chorva bo'lgan. Go'shtini iste'mol qilsa, terisini usta hunarmandga olib borib bersa, tayyor bosh kiyim tikib bergan, cho'ntakka ham foyda bo'lgan. Asli biz turgan yo'lagi xonni zamonida qal'ani g'arbidan to sharqigacha bozor bo'lgan. Sizlar o'qigansizlar, eshitgansizlar. Xivalik ijodkor shoirimiz hamda Pahlavon Mahmud haqida. Bu kishi bizni zamonamizdan 700 yil avval yashaganlar. Pahlavon Mahmud ham ota kasbi terichi bo'lib, u kishidan zurriyot qolmagan, lekin shogirdlarning avlodlari bu kasbni haligacha davom ettirib kelmoqdalar. Mana shu yigitimizni ham ota-bobolari shu hunarmand o'tganlar. Endi bizda Xivada 10 ta oila bo'lsa, o'zidan shogird chiqaradi, begonadan shogird olmaydi. Iloji boricha sir saqlaydi. Bu taraflari madrasalar, ilm maskanlari.
machitli va madrasalarida Maxtumquli Turkman xalq shoiri, Qoraqalpoq xalq shoiri Ajiniyaz hamda qozog'istonlik Avliyo Mirbeket atalar ham o'z davrida ilm olganlar. Markaziy Osiyodagi eng katta madrasasi 1853-yillarda barpo etilgan. 130 ta hujradan iborat mana bu gumbazli joyi madrasani masjidi. Dinidan, irqidan qat'iy nazar har bir talaba boshlang'ich maktabni yakunlagandan keyin kelib ilm olish imkoniga ega bo'lgan. Madrasasi asli o'zi 1970-yildan beri mehmonxona sifatida faoliyat ko'rsatadi. Endi hozir sayyoh soni kamligi evaziga 2-3 ta odam bilan aborot qila olmaydi. Shuning evaziga yopib qo'yilgan. Xudo xolasa sayyohlar soni ko'paysa ochiladi. Tarixiy joyda bu yer ham. Hozir javliqmi? Hozir yo'q. Buning ichiga kirsa bo'ladimi? Buni ichiga mumkin emas. Oldimizda O'zbekiston bo'yicha eng baland minorasi bor, 57 metrlik. O'shanga chiqa olasiz.